Hammaga assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli do'stlar. Men hozir O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Toshkent viloyati ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabiga keldim. ...2024 va 2025 o'quv yillari uchun 9-sinf shahodatnomasiga ega bo'lgan o'quvchilarni qabulga taklif qilamiz. Hozir sizlarni bo'limlar bilan tanishtiraman. Madaniy va ma'rifiy tadbirlarni bezash, tasviriy san'at to'garagi rahbari, bezakchi, rassom, drama teatri va kino aktyorligi, ichkilik deganining nihoyasi yo'q. Shundoq simirmoqlik qildiki, quyon. folklor ijrochilik san'ati, xalq cholg'ular ijrochiligi va an'anaviy cholg'ular ijrochiligi, fortepiano ijrochiligi, akademik xonandalik, undan tashqari butun respublikadan keladigan iste'dodli yoshlar uchun yotoqxona mavjud. Orzular sari birga intilamiz.